Siz siyosatni, mening bayonotlarimni yomon ko'rishingiz mumkin, lekin pulga kelganda baribir mening qoidalarimga bo'ysunasiz. Pul bir lahzaga ham uxlamaydi. U qandaydir g'oyalardan ko'ra, uni har qanaqasiga nazorat qila oladiganlarga xizmat qiladi. Ko'pchilik bu odamni otasi va millioner bo'lgan xolos deydi. Lekin bu imperiya qanday qurilganini bilasizmi? U boyvuchcha oilada tug'ilgani uchun xolosmi? Balki qora pul oqimlarini, bankrotlikni boylikka aylantirish san'atini va pulni boshqarish mexanizmini boshqalardan ko'ra 10 qadam oldin tushungani uchun yutgandir. 1990-yillarda uning boshiga milliardlab dollar qarzi kelib bosilganda oddiy odamlar uni sindi deb o'ylashdi. Lekin u tizimni o'ziga bo'ysundirib qarzni ham qurolga aylantirib qo'ya qoldi. U yomon siyosatchi bo'lishi mumkin, lekin biznes haqiqiy marketing dahosi sifatida muhrlandi. Agar uning o'zi bu haqida yozgan kitob bor desam, uni o'qiysizmi? Unday bo'lsa marhamat, uni xarid qilish uchun izohlarda Trump deb yozib qoldiring.